Assalomu alaykum ahli YouTube, mani kuzatayotganlar. Hop, bugun chisla 29-mart. Kecha ishga chiqishim kerak edi. Mashinam buzilib qolgandi. Bu hammasi o'sha qimor o'ynab yurganim sabab bo'lganini ham o'zim yaxshi bilaman. Mana hozir ishga chiqqanman. Soat Moskvada 10. Mashinam грузовой, eskuzov. Lekin ishoninglar, hozir kartamda 500 rubl pul bor. 500 rubldan sal kamroq. Lekin hali men ertalabdan bironta zakaz olganim yo'q. Nol. Qimorni to'xtatganman. Boshimdan o'tganlarni hammasini o'zim bilaman. To'g'risi, shu qimor sabab 8 yil umrim behudaga o'tib ketdi. 8 yil. Akalar, ukalar, qimorni to'xtatinglar.